Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 10 oktyabrdan boshlab ayrim pensionerlarning pensiya to'lovi yangi ma'lumotnomasiz vaqtincha to'xtatilishi yoki bloklab qo'yilishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Bu ma'lumot ayniqsa pensiyani karta orqali olayotganlar, chet elga chiqib ketganlar, vaqtincha boshqa joyda yashayotganlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari va hujjatlarida o'zgarish bo'lgan fuqarolar uchun juda muhim. Men bu videoda sizga vahima qilish uchun emas, balki aniq tushuncha berish uchun gapiryapman. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa ham to'lov kechikishi mumkin. Ba'zan odamning haqqi bor, pensiyasi to'g'ri tayinlangan bo'ladi, lekin ma'lumot bazasida eski ma'lumot turgani, yashash joyi o'zgargani, bank kartasi yangilanmagani yoki kerakli tasdiqlovchi hujjat topshirilmagani sababli to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Bu ma'lumot o'zingizga kerak bo'lmasa ham ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga yoki mahallangizdagi keksa insonlarga kerak bo'lishi mumkin. Avval pensiya tizimida ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Pensioni tuman pensiya bo'limiga borardi. Ariza yozardi, pasport nusxasi, mehnat daftarchasi, ish staji haqidagi ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa yoki boquvchisini yo'qotganlikni tasdiqlovchi hujjatlarni topshirardi. Keyin xodimlar shu hujjatlar asosida pensiyani hisoblab to'lovni yo'lga qo'yardi. Agar biror narsa o'zgarsa, masalan, yashash manzili, familiya, bank rekviziti, nogironlik guruhi yoki oilaviy holat o'zgarsa, odamning o'zi borib xabar berishi kerak edi. Hozir esa tizim asta-sekin elektron ma'lumotlar bilan ishlayapti. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan, banklar, FXDYO, soliq, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, migratsiya, mahalla va boshqa idoralar bazalari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, odam har safar bir dasta qog'oz ko'tarib yurmasligi kerak. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar elektron bazada ma'lumot eskirgan, noto'g'ri yoki tasdiqlanmagan bo'lsa, tizim avtomatik tarzda shubhali holat deb ko'rishi mumkin. Ana shunda pensiya to'lovi vaqtincha tekshiruvga tushadi. Masalan, oldin pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda turib, keyin Samarqandga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin. Pensiya esa eski manzil bo'yicha davom etayotgan bo'ladi. Oldin bunga ko'p e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Chunki odam kartadan olayotgan. Lekin yangi tartibda yashash joyi, shaxsiy ma'lumotlar va pensiya to'lovi bir-biriga mos kelishi talab qilinadi. Agar moslik bo'lmasa, tizim yoki xodimlar yangi ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Pensiya butunlay bekor qilindi degani emas. Bu to'lovni davom ettirish uchun ma'lumotni yangilash kerak degani. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya olayotgan ayrim toifadagi fuqarolardan yangi tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu hammani birdek qamrab oladi deb tushunmaslik kerak. Agar sizning ma'lumotlaringiz to'liq, yashash joyingiz aniq, bank kartangiz faol, hujjatlaringiz yangilangan va pensiya turi bo'yicha qo'shimcha tasdiq talab qilinmasa, sizga hech qanday muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin hujjatlarda noaniqlik bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi ehtimoli bor. Bu yerda eng muhim narsa bloklash so'zi odamni qo'rqitadi. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Bloklash ko'p hollarda pensiya huquqingiz yo'qoldi degani emas. Bu pul vaqtincha chiqarilmay turilishi, to'lov tizimida ushlab turilishi yoki pensiya bo'limi sizdan ma'lumotni yangilashni kutishi degani bo'lishi mumkin. Hujjat topshirilgandan, ma'lumot tasdiqlangandan keyin to'lov tiklanadi. Ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin hujjatni kechiktirsangiz, o'zingizga noqulaylik tug'dirasiz. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, kredit yoki qarz majburiyatlari bo'lsa, bitta oy pensiya kechiksa ham og'ir bo'ladi. Yangi ma'lumotnoma deganda turli holatlarda turli hujjatlar nazarda tutilishi mumkin. Kimdandir yashash joyi bo'yicha ma'lumot, kimdandir tirikligi yoki yashab turganligini tasdiqlovchi hujjat, kimdandir nogironlik muddati uzaytirilgani bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, kimdandir o'qiyotgan farzand haqida ma'lumotnoma, kimdandir bank rekvizitini yangilash so'ralishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, hammaga bitta hujjat kerak deb o'ylamang. Sizga aynan qaysi hujjat kerakligini pensiya bo'limi yoki vakolatli idora orqali aniqlash kerak. Birinchi navbatda
chet elda yashayotgan yoki uzoq muddat chet elga ketgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, bir ota kishi O'zbekistonda pensiya tayinlatgan. Keyin farzandlari yo'niga Rossiyaga yoki Qozog'istonga ketgan. Pensiya kartasiga tushib turibdi. Oila a'zolari esa kartadan foydalanib turibdi. Yangi tekshiruvda pensionerning haqiqatan tirikligi, qayerda yashayotgani, pensiyani shaxsan olish huquqi saqlanib qolgan-qolmagani aniqlanishi mumkin. Bunday holatda ma'lumotnoma yoki konsullik orqali tasdiq kerak bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi ko'p hollarda muddatli bo'ladi. Masalan, ikki guruh nogironlik bir yilga berilgan bo'lsa, muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak. Agar fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, lekin pensiya tizimida eski ma'lumot qolgan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Bu juda nozik masala. Chunki odam haqiqatan ham salomatligi sabab yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Lekin tibbiy hujjatni vaqtida yangilamasa, tizim uni tasdiqlanmagan deb ko'radi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, uning voyaga yetmagan farzandlariga pensiya tayinlangan. Farzand 12 yoshga to'lgach, agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar talaba o'qishni tashlab ketgan, sirtqi ta'limga o'tgan yoki o'qish joyidan ma'lumot kiritilmagan bo'lsa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato ota-ona yoki vasiy farzand bonus pekkejiga to'lganini unutadi. Keyin birdan to'lov kelmay qoladi. To'rtinchi toifa familiyasi pasporti yoki ID kartasi o'zgargan fuqarolar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasini o'zgartirgan, keyin pensiya hujjatlarida eski familiya qolgan. Yoki pasport muddati tugab, ID karta olingan, lekin bankdagi ma'lumotlar eski pasportga bog'langan. Bunday holatda bank to'lovi ham pensiya bazasiga mos kelmay qolishi mumkin. Natijada pul bor, lekin karta orqali yechib bo'lmaydi yoki to'lov tizimida xatolik chiqadi. 5-toifa boshqa hududga ko'chib o'tganlar. Bir viloyatdan boshqasiga doimiy ko'chish oddiy ishdek ko'rinadi, lekin pensiya uchun bu muhim. Chunki pensiya ishi qaysi tuman yoki shahar bo'yicha yuritilayotganini aniqlash kerak. Agar odam Andijonda ro'yxatda, lekin Buxoroda yashayotgan bo'lsa, uning ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Agar pensiya bo'limi sizni chaqirsa-yu, siz eski manzilda bo'lmasangiz, xabar sizga yetib kelmaydi. Shundan keyin odam menga hech kim aytmadi deydi. Lekin tizimda xabarnoma eski manzilga yuborilgan bo'ladi. Agar siz doimiy yashash joyingizda ro'yxatda tursangiz, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, pensiya turida muddatli tasdiq talab qilinmasa. Hozircha jiddiy xavotirga asos yo'q. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan, O'zbekistonda doimiy yashayotgan, har oy kartadan pulini o'zi olayotgan. Hujjatlarda o'zgarish bo'lmagan pensioner odatda alohida ma'lumotnoma topshirishga majbur bo'lmaydi. Lekin men bunday fuqarolarga ham befarq bo'lmaslikni maslahat beraman. Chunki ba'zan muammo odamning o'zida emas, ma'lumot bazasida bo'ladi. Masalan, bankda telefon raqamingiz eski bo'lishi mumkin. Pensiya bo'limida manzilingiz avvalgi uy bilan qolgan bo'lishi mumkin. Mahalla bazasida yashash holatingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bularning hammasi birdan muammo chiqarmaydi, lekin tekshiruv vaqtida savol tug'diradi. Birinchi misol, 67 yoshli pensioner har oy 1 million so'm pensiya oladi. U qishloqda ro'yxatda, lekin 2 yildan beri shaharda o'g'lining uyida yashaydi. Bank kartasi o'zida, pulini o'zi ishlatadi. Hujjatda esa doimiy manzil eski. Agar pensiya bo'limi yashash joyi bo'yicha aniqlashtirish so'rasa, u yangi manzil bo'yicha ma'lumotnoma taqdim etish kerak bo'lishi mumkin. Agar u men pensiyani olib turibman-ku deb yuraversa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bu holatda yechim oddiy. Pasport yoki ID karta, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, ariza va bank kartasi ma'lumotlari bilan pensiya bo'limiga murojaat qilish. Ikkinchi misol, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U kollejni tugatib, universitetga kirgan. Pensiya davom etishi uchun kunduzgi o'qishda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak. Agar universitetdan ma'lumotnoma olib topshirmasa, tizim uni 15 yoshdan oshgan va tasdiqsiz faxs deb ko'radi. Natijada pensiya to'xtaydi. Keyin u hujjat topshirsa,
vaziyatga qarab qayta tiklash masalasi ko'rib chiqiladi, lekin vaqt yo'qtiladi. Bu oilalar uchun muhim. Chunki har oy keladigan 600 ming yoki 900 ming so'm ham talabaning yo'l haqi, ovqati, kitobi uchun katta yordam. Uchinchi misol. Ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro bir yil muddatga nafaqa yoki pensiya olgan. Muddat 1 oktyabrda tugaydi. U esa qayta komissiyadan o'tishni 20 oktyabrga qoldirgan. 10 oktyabrdan keyin to'lov kelmasa, u bankni ayblashi mumkin. Aslida sabab bankda emas, tibbiy tasdiq muddati tugaganda bo'lishi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l oldindan oilaviy shifokor, poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza jarayonini boshlash, muddat tugashini kutib o'tirmaslik. 4-misol. Pensioni ayol eski pasport bilan pensiya tayinlatgan. Keyin ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumotini yangilamagan. Kartaga pul tushyapti, lekin bank operatsiyasi vaqtida shaxsiy ma'lumotlar mos kelmayapti. U pensiyamni bloklashdi deb o'ylaydi. Aslida bank identifikatsiyasi muammosi bo'lishi mumkin. Bu yerda bankka borib shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, keyin zarur bo'lsa pensiya bo'limiga ham yangi ID ma'lumotlarini kiritish kerak. Har bir holatda pensiya darhol va avtomatik bloklanadi degan xulosa noto'g'ri. Ba'zi fuqarolarda ma'lumotlar idoralararo tizim orqali avtomatik tasdiqlanadi. Masalan, ID karta ma'lumotlari, vafot holati, ayrim yashash manzili ma'lumotlari, ayrim tibbiy xulosalar elektron bazada ko'rinishi mumkin. Bunday holatda odamdan qog'oz ma'lumotnoma so'ralmasligi ham mumkin. Lekin elektron bazada ma'lumot ko'rinmay qolsa, xodim sizdan tasdiq so'raydi. Yana bir istisno shuki, ayrim keksalar sog'lig'i sabab pensiya bo'limiga bora olmaydi. Bunday holatda yaqin qarindoshi, ishonchli vakili yoki mahalla orqali murojaat qilish mumkin. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtiriladi. Agar fuqaro yotib qolgan bo'lsa, ayrim holatlarda uyga borib o'rganish yoki vakolatli xodim orqali hujjat qabul qilish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Buni joyingizdagi pensiya bo'limidan aniqlash kerak. Chet eldagi fuqarolar uchun ham alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men bunday tomoshabinlarga shuni aytaman. Siz O'zbekistondagi qarindoshingizdan eshitgan gap bilan cheklanib qolmang. Konsullik, vakolatli idora yoki rasmiy aloqa kanallari orqali pensiya to'lovini davom ettirish uchun qaysi tasdiq kerakligini aniqlang. Chunki chet eldagi pensionerning holati ichkaridagi pensionerdan farq qiladi. U tirikligini, yashash joyini yoki boshqa ma'lumotni belgilangan tartibda tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Eng katta xatolardan biri SMS kelmasa hammasi joyida deb o'ylash. Aslida xabarnoma eski raqamga ketgan bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar telefon raqamini farzandining nomiga ochgan, keyin raqam almashtirilgan, lekin bank va pensiya tizimida eski raqam qolgan. Shuning uchun to'lov, ogohlantirish yoki tasdiqlash xabarlari yetib bormaydi. Men tavsiya qilaman. Bankdagi va pensiya bo'limidagi telefon raqamingiz bir xil va faol bo'lsin. Ikkinchi xato, kartani boshqaga berib qo'yish. Pensionerning kartasini farzandi, kelini yoki boshqa qarindoshi ishlatib yurishi amalda ko'p uchraydi. Agar hammasi kelishilgan bo'lsa ham, huquqiy tomondan pensiya pensionerning o'ziga tegishli. Agar tekshiruvda pensioner pulni o'zi olayotgani, ehtiyojlar uchun ishlatayotgani shubha ostiga olinsa, savollar paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensioner chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lsa, karta esa boshqa odam qo'lida bo'lsa, bu qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi xato, vaqtni cho'zish. Odamlar ko'pincha oy oxirida boraman, pensiya tushmasa keyin qarayman, mahalladan so'rab qo'yaman deb yurishadi. Lekin uni oktyabr kabi sanalar oldin hujjatni oldindan tayyorlash kerak. Pensiya bo'limiga hamma bir kunda borsa, navbat ko'payadi. Bir ma'lumotnomani olish uchun mahalla, bank, o'qish joyi yoki tibbiy idoraga borishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu bir kunda bitmasligi ham mumkin. 4-xato, og'zaki gapga ishonish. Kimdir hammani pensiyasini bloklashar ekan deydi. Boshqa bir hech kimga taalluqli emas deydi. Ikkalasi ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki, o'zingizning holatingizni tekshirtirasiz. Pensiya turi qanday? Hujjat muddati bormi? Ma'lumotlar yangimi? Bank rekviziti to'g'rimi? Yashash manzili mosmi? Men doim shuni aytaman. Pensiya masalasida umumiy mish-mish emas. Shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq javob muhim. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amaldami? Familiya va ism-sharif to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana, JSSHIR, yashash manzili pensiya hujjatlaridagi ma'lumotga mosmi? Agar eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz,
Bankdagi ma'lumotni ham yangilab qo'ying. Bankka borganingizda ID karta, bank kartasi va telefon raqamingiz yoningizda bo'lsin. Ikkinchi qadam pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik bo'yicha olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha olasizmi? Yoki ijtimoiy nafaqa olasizmi? Har birining talabi boshqacha. Yoshga doir pensiyada ko'pincha muddatli tibbiy tasdiq bo'lmaydi. Nogironlikda esa guruh muddati muhim. Boquvchisini yo'qotganlikda bolaning yoshi va o'qish holati muhim. Shu farqni bilmasangiz, kerakli hujjatni ham noto'g'ri tayyorlaysiz. Uchinchi qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan hududdagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali so'rang. Murojaat qilganda umumiy savol bermang. Mening pensiyam bloklanadimi? Desangiz javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq ayting. Men falon turdagi pensiya olaman. ID kartam yangilangan, yashash manzilim o'zgargan. Qaysi ma'lumotnomani topshirishim kerak? Shunda xodim ham aniqroq javob beradi. 4-qadam kerakli ma'lumotnomalarni tayyorlang. Yashash joyi bo'yicha tasdiq kerak bo'lsa, mahalla yoki tegishli idora orqali ma'lumot oling. O'qish bo'yicha kerak bo'lsa, ta'lim muassasasidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Nogironlik bo'yicha kerak bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasini yangilang. Bank bo'yicha muammo bo'lsa, bank rekvizitlari va karta ma'lumotlarini yangilang. Chet elda bo'lsangiz, konsullik yoki vakolatli idora orqali qanday tasdiq talab qilinishini aniqlang. 5-qadam, ariza yozishda ehtiyot bo'ling. Ariza ism-sharif, pasport yoki ID ma'lumotlari, JSHIR, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va murojaat sababi aniq yozilishi kerak. Masalan, pensiya to'lovini davom ettirish uchun shaxsiy ma'lumotlarimni yangilab berishingizni so'rayman yoki yashash manzilim o'zgargani sabab pensiya ishimga tegishli o'zgartirish kiritishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza topshirganda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 6-qadam, nusxa saqlang. Hujjat topshirdingizmi? Albatta nusxasini saqlang. Ma'lumotnoma, ariza, bank rekviziti. Tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, hammasining rasmini telefoningizga olib qo'ying. Chunki ba'zan hujjat topshirilgan bo'ladi, lekin tizimga kech kiritiladi. Sizda isbot bo'lsa, masalani hal qilish osonroq bo'ladi. 7-qadam, pensiya tushishini kuzating. Har oy pensiya odatda belgilangan vaqt oralig'ida tushadi. Agar odatdagidan kechiksa, darhol bankni ham, pensiya bo'limini ham tekshiring. Faqat bankka borish yetarli emas. Chunki bank pul kelgan-kelmaganini ko'radi, lekin pensiya nima sabab ushlanganini har doim tushuntirib bera olmaydi. Faqat pensiya bo'limiga borish ham yetarli emas. Chunki ba'zan muammo karta yoki bank identifikatsiyasida bo'ladi. Ikkala tomonni ham tekshirish kerak. Agar pensiyangiz kelmay qolgan bo'lsa, birinchi navbatda vahima qilmang. Telefon orqali qarindoshlarga pensiyamni olib qo'yishdi deb aytish oldin sababini aniqlang. Bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Sizdan qaysi hujjat yetishmayotgani, to'lov nima sabab to'xtatilgani, uni tiklash uchun qanday ariza kerakligi so'ralsin. Agar sabab ma'lumotnoma yetishmasligi bo'lsa, hujjatni imkon qadar tez topshiring. Agar sabab noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, tuzatish kiritishni so'rang. Agar sabab sizga tushunarsiz bo'lsa, yozma javob talab qiling. Yozma javob muhim. Chunki unda rasmiy sabab ko'rsatiladi. Og'zaki javob bugun boshqacha, ertaga boshqacha bo'lishi mumkin. Yozma javob esa keyingi murojaat, shikoyat yoki tushuntirish uchun asos bo'ladi. Agar siz hujjatlarni vaqtida topshirgan bo'lsangiz, lekin to'lov baribir tiklanmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Lekin men avval tuman yoki shahar bo'limida masalani to'liq aniqlashni maslahat beraman. Ko'p muammolar oddiy xato. Ba'zan kiritilmagan ma'lumot yoki noto'g'ri rekvizit sabab kelib chiqadi. Ularni joyida hal qilish tezroq bo'ladi. Agar uyingizda pensioner ota-onangiz, buvinggiz yoki bobongiz bo'lsa, ularga bu masalada yordam bering. Ko'p keksalar elektron tizim, ID karta, bank ilovasi, SMS xabarnoma, ariza nusxasi kabi narsalarni yaxshi tushunmasligi mumkin. Ularni qo'ymang. Hujjatlarni bir papaga solib tartiblab bering. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya haqida ma'lumot, bank kartasi, telefon raqami, yashash joyi ma'lumoti, tibbiy hujjatlar bo'lsa, hammasini ko'rib chiqing. Agar keksaning o'zi bora olmasa, qonuniy vakillik masalasini o'ylang. Oddiy qarindosh bo'lish har doim ham yetarli emas.
Ba'zi amallar uchun ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioni o'z xohishi bilan sizga vakolat bersa, notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin. Bu kelajakda bank, pensiya bo'limi yoki boshqa idoralarda ortiqcha muammolarning oldini oladi. Eng muhimi, pensionerning pensiyasi uning o'z ehtiyojlariga ishlatilayotganiga e'tibor bering. Chunki pensiya ijtimoiy himoya vositasi. U doriga, oziq-ovqatga, kiyimga, kommunal to'lovlarga, shaxsiy ehtiyojlarga sarflanishi kerak. Agar karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, pensioner esa pulini ko'rmayotgan bo'lsa, bu nafaqat axloqiy, balki huquqiy muammo ham keltirib chiqarishi mumkin. Yana bir narsani alohida aytaman, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya bloklandi degan xabarlar tarqalganda, ayrim nopok odamlar bundan foydalanishga urinadi. Ular telefon qilib pensiyangizni ochib beramiz, kartangiz bloklangan, SMS kodini ayting, pul o'tkazing, hujjatingizni tezlashtiramiz deyishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini, PIN kodini begonalarga bermang. Pensiya masalasi rasmiy idora orqali hal qilinadi. Telefon orqali kelgan noma'lum odam orqali emas. Agar kimdir o'zini bank xodimi yoki pensiya bo'limi xodimi deb tanishtirsa ham, shaxsini tekshiring. Rasmiy telefon raqamlariga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Begona havolalarga kirmang. Telegram yoki boshqa tarmoqlarda kelgan ma'lumotnomani shu yerda yangilang degan havolalar xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa keksa odamlarning telefoniga kelgan xabarlarga e'tibor bering. Chunki ular aldovga tezroq ishonib qolishi mumkin. Xulosa qilib aytaman, 10 oktyabrdan keyin pensiya masalasida yangi ma'lumotnoma yoki yangilangan tasdiq talab qilinishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Bu hammaning pensiyasi bir kunda bloklandi degani emas. Lekin hujjatida noaniqlik bor. Yashash joyi o'zgargan, nogironlik muddati tugagan, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lgan, chet elda yashayotgan yoki bank ma'lumotlari eskirgan fuqarolar albatta oldindan harakat qilishi kerak. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, hujjatlaringizni tekshiring, pensiya turini aniqlang, kerakli ma'lumotnomani oldindan tayyorlang, pensiya bo'limi va bankdagi ma'lumotlaringizni yangilang. Har bir topshirilgan hujjatning nusxasini saqlang. Shunda pensiya kechikishi, to'lov ushlanib qolishi yoki ortiqcha navbatlarda yurish kabi muammolarning oldini olasiz. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday xabarlar bo'lyapti? Sizdan yoki tanishlaringizdan yangi ma'lumotnoma so'rashdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men bunday holatlarni ko'rib, keyingi videolarda yanada aniqroq tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring. Bu oddiy eslatma emas, ko'p odamlarning oylik daromadi va tinchligi bilan bog'liq juda muhim masala.